Assalomu alaykum, hurmatli Instagram, YouTube, TikTok kuzatuvchilari. Bugungi obyektimiz Dadbitskiy. Buni qurganimizga 3-4 yil bo'lyapti-yu, ichkarida ishlar qolib ketgandi. Endi boshlayapmiz. Xudo xohlasa ichkaridagi obzorlarni ham keyinchalik qo'yib boramiz. Mana shu obyekt. Endi men birovni yomonlash niyatim yo'q-ku. Mana shu obyektga arxitektor prorabga tashlagan, prorab arxitektorga tashlagan. Mana shu obyekt oddiy edi. Mana shu obyekt polni nimasi ikkinchi etaji polni qurilib, buzilib, yana boshqadan shu darajaga keldi. Chunki eskisi juda ham oddiy edi. Bu Dadbitskiyligi uchun çok fasadli ham yo'q edi, chiroyligi ham yo'q edi. Shunga mana shunaqa shu darajaga yetkazdik. Buni faqat o'zi tashqi tomoni bitilgan, ichki tomoni hali bor. Ichki tomoni xudo xohlasa ichkarini boshlaymiz. Keyin u tomonni obzorlarni tashlaymiz. Mana shu obyekt ikkinchi etaj qurilib, buzdim, yana tuzatdik. Bu sababi shundaki, buni nimasi xatochiliklar juda ham ko'p edi. Ichidagi kolonna, plita tashlashganlari hammasi xato edi. Buzilib boshqadan qurildi. Bu kimni nimasiga, budjetiga, uyni egasining budjetiga juda ham zarari katta bo'ldi. Shuni buzishga bir 40 millioni ketdi. Keyin boshqatdan tuzatib, proyektini o'zimiz qilib, mana shu darajaga yetkazib berdik. Qarang qanday chiroyli. Bu xudo xohlasa gostinitsa bo'ladi. Nasib qilsa. Pastlari magazin. Xullas shu magazin nimalar shunaqa bo'ladi. Endi xohlasa ichkaridagi qolgan ishlarni boshlaymiz.